Arab xalq ertagi non va tilla. Qadim zamonlarda Abbos ismli bir kambag'al kishi yashagan ekan. U bir parcha non topish uchun ertadan kechgacha qora terga botib mehnat qilar ekan. Qo'li biroz ishdan bo'shagan paytlarida esa zora biror xazina topib olsam deb shirin xayollar surar ekan. Kunlardan bir kuni u dalada ishdan charchab, jazirama issiqdan toliqibdi-da, biroz hordiq chiqargani daraxt tagiga o'tiribdi. Shunda u Allohimiz menga shunday bir sehrli kuch-qudrat ato etsaki, qo'lim tekkan hamma narsa tillaga aylanib qolaversa. Shunda men rohat va farog'atda yashab, qora mehnatdan qutulgan bo'lardim, deb orzu qilibdi. Abbos shu gaplarni ko'nglidan kechirishi bilanoq g'oyibdan bir tovush kelibdi. Ey Abbos, sen hozir nimani orzu qilgan bo'lsang, niyatingga yetasan. Biror buyumga qo'lingni tekkizishing bilan u shu ondayoq tillaga aylanadi. Abbos o'z quloqlariga ishonmabdi. Ammo shunday bo'lsa ham egilib yerdan kichkina bir tosh olibdi. Uning qo'li tegishi bilan toshcha tillaga aylanib qolibdi. Abbos boshqa toshchalarga ham tegsa, ular ham tillaga aylanib qolaveribdi. Abbos bu holdan juda sevinib ketibdi va shunday reja tuzibdi. Hozir shaharga boraman-u, tosh kesaklarni to'plab tillaga aylantirib olaman. Keyin juda ko'p yer sotib olaman. Daryo bo'yida shohona saroy qurib, atrofini jannatmakon bog'ga aylantiraman. Eng chopqir tulporlarni sotib olaman. Liboslarim ham faqat asl va shohona bo'ladi. U shunday shirin orzular va rejalar bilan o'rnidan turmoqchi bo'lgan ekan, ammo ochlikdan majolsizlanib, o'rnidan turolmay qolibdi. Shunda Abbos uyimdan keltirgan tushligimni yeya qolay, deb daraxt yonida turgan tugunga qo'lini cho'zibdi. U bir bo'lak nonni og'ziga solishi bilan tishlari qattiq narsaga botibdi. Og'zidan olib qarasa, non ham tillaga aylanib qolgan emish. Tuguncha ichida piyoz ham bor ekan. Abbos uni ham shosha-pisha qo'liga olibdi. Ammo piyozga ham qo'li tegishi bilan tillaga aylanib qolibdi. Abbos juda qo'rqib ketibdi. Axir hamma yeydigan narsalar ham tillaga aylanib qolaversa, u ochlikdan o'lib ketadi-ku. Hamma yog'i tillaga ko'milib ketsa-yu, yeyishga hech vaqosi bo'lmasa, bu qanday gap bo'ldi? Bir mahal Abbos ko'zini ochsa, daraxt tagida xayol surib mudrab qolgan ekan. U yengil nafas olib o'rnidan turibdi. Yelkasidan tog' ag'darilganday bo'lib, yengil tortibdi. Xayriyat, bularning hammasi tushum ekan-ku.